Karimovda ko'pchilik xunuk dedi, lekin bitta narsaga yaxshilab e'tibor berib qaranglar. Islom Karimovning ko'zi tubsiz dengizga o'xshaydi. Chunki yuzi shag'al to'kilgan qirg'oq. Lekin do'stlar, jigarlar, Yashovuz kanalining adminiman. Hozir sizlarga ham shunday videolar tushayotgan bo'lish kerak-da. Islom Karimovni haqorat qildi deb kimlardir la'natlar aytayapti-da. U videoni oxirigacha ko'ring. Aniq ma'lumotni bilmasangizlar unga la'natlar yozyapsiz. Ana shu ular guruhida bitta Islom Karimov degan bola bor. O'shani gapirib video qilgan. Siz bilmasdan noto'g'ri fikrlarga bormanglar. Islom Karimov bizning otamiz, buvomiz bo'lgan. U hurmat qilamiz, hamma hurmat qiladi. Butun O'zbekiston hurmat qiladi. Noto'g'ri xayollarga bormanglar. Shu videoni Ozodga yuborib qo'yinglar.